Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan o'ziga xos ravishda video, ya'ni shaxmat faktlari bo'yicha sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Shaxmat o'yini ham barcha o'yinlar singari o'ziga yarasha qiziq va o'zini muxlislariga ega va albatta o'yinda ham barcha o'yinlar singari o'ziga yarasha qiziqarli faktlar bor. Va mana shularni bugun siz bilan biz birgalikda ko'rib o'tamiz. O'ylaymanki, qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Demak, boshladik. Demak, bizning to'pimizdagi birinchi fakt va shaxmatdagi piyodani birdaniga ikkita katakka surish fakti. Bu ko'proq fakt emas, ko'p to'g'ri qonun desak ham to'g'ri bo'lsa kerak, lekin fakt sifatida kiritsak bo'ladi hozirgi kunga kelib, chunki ushbu qonun oldin bo'lmagan, ya'ni shaxmatda birinchi oldinga surish imkoniyatiga ega bo'lmagan ikkita katakka, balkim birinchi odatdagidek shaxmat o'yinishini davomidagi bitta katakka surish huquqiga ega bo'lgan. Va bu qonun birinchi bo'lib Ispaniya shahrida 1980-yilda kuchga kirgan va o'shandan keyin esa shaxmatda birinchi yurishda piyodani ikkita katakka yurish huquqi berilgan. Bu narsani bilgan bo'dingiz kommentariyada yozib qoldiring. Albatta men uchun qiziq. Biz esa keyingi faktga o'tamiz. Ikkinchi faktimiz shaxmat bo'yicha bitta yurishning ustidan ko'p vaqt sarflagan qanchaligini bilasizmi? Va u insonning insonligini kimligini bilasizmi? Agar bilmasangiz marhamat tanishing. Ushbu inson Francisco Trois ismli shaxs va u braziliyalik hisoblanadi. U bitta yurishni ustidan o'ylagan vaqti 2 soat 20 daqiqa. Tasavvur qilasizmi? Bitta yurishning ustidan 2 soat 20 daqiqa o'ylagan ushbu shaxmatchiz va hozirgi kunga kelib eng uzoq o'ylangan bitta yurish ustida o'ylangan yurish hisoblanadi. Ushbu o'ziga xos rekord natija hisoblanadi. Biz esa keyingi faktga o'tamiz. Keyingi 3-faktimizga o'tamiz. Juda ham qiziqarli faktlardan bittasi shaxmatga tegishli. 1770-yillarda vengerskiy ixtirochi bir juda ham yaxshi ixtiro qiladi. Shaxmatga tegishli Wolfgang von Gembelens degan shaxsli inson va u shaxmat avtomatini ixtiro qiladi. Shaxmat avtomati taxminan mana shunday ko'rinishda bo'lgan, o'ziga yarasha shkaf ko'rinishida, tumbuchka, ya'ni va inson uning oldida o'tiradi. Inson emas, inson ko'rinishidagi bir robot desak to'g'ri bo'lsa kerak. U turk shaxsi ko'rinishida bo'lgan va uning mexanizmi bo'lgan mana bu shkafning ichida va mexanizmdan kerakli so'ragan insonlarga ko'rsatgan uning qanday ishlashini. Va ushbu mexanizm orqali uning qo'li harakatga kelgan va shaxmatni o'ynagan. Ushbu shaxmat avtomati o'z davrida ko'plab taniqli shaxslar bilan bahs yuritgan va ko'plab insonlarni mag'lubiyatga uchratgan. Misol uchun Napoleon Bonaparte yoki bo'lmasam Benjamin Franklinni ham o'ynagan va mag'lubiyatga uchratgan degan gap so'zlar bor. Lekin oradan ko'plab vaqtlar o'tgandan keyin esa shu narsa aniq bo'ldiki, ushbu narsa hech qanaqangi avtomat emas ekan, balkim ushbu shkafning ichida bir inson kuchli shaxmatchi yashirinib uni harakatga keltirgan ekan. Va publika uni misol uchun muxlislar ko'rsatishni so'raganda, ya'ni o'sha shkafning ichida nima borligini ular ochganda o'sha shaxmatchi berkinib turgan va ularga faqatgina o'sha shkafning ichidagi mexanizm ko'rsatgan. Go'yoki uning ichida hech qanday inson yo'q va faqatgina o'sha avtomat robot singari boshqarilmoqda degan fikrni yuritish uchun. Lekin vaqtlar o'tgandan keyin esa shu narsa ma'lum bo'ldiki, uning ichida mexanizm emas, balkim haqiqiy bir tirik inson bo'lgan. Mana shunday fakt. Biz esa keyingi faktga o'tamiz do'stlar. 4-faktimizga o'tamiz. Dunyodagi eng uzoq o'ynalgan shaxmat partiyasi. Ushbu partiya Ivan Nikolich hamda Kuran Rasovich degan insonlar o'rtasida bo'lib o'tgan Belgrad shahrida 1989-yilda bo'lib o'tgan. Ushbu partiya 20 soat 15 daqiqa davom etgan. Tasavvur qilmoqdamisiz do'stlar? 20 soat 15 daqiqa. Bu degani deyarli 1 sutka, 4 soat kam 4 sutka, 1 sutka bo'lmoqda va shaxmatda 269 ta yurish xod qilingan va ushbu partiya eng achinarlisi durang natija bilan yakunlangan. Mana shu o'yindan keyin mana shu o'yin sababli FIDE 50 ta yurish xodini, ya'ni 50 ta yurishni qonun qoidasini kiritgan shaxmatga. Agarda 100 ta yurishdan keyin partiyada biron bir doskada figura olinmagan bo'lsa, doskani tark etmagan bo'lsa, partiya shu joyda to'xtatiladi va
durang natija qayd qilinadi degan qonun qoida kiritilgan shaxmatga. Mana shunday qoidalar do'stlar, mana shunday gaplar. Biz esa qiziqarli faktlarimizni ko'rishda davom etamiz. Keyingi faktga o'tamiz. Navbatdagi faktimiz shaxmat figurasida biz bilamizki, fers figurasi eng kuchli figura hisoblanadi. Lekin oldin unday bo'lmagan do'stlar. U fers oldin shunaqangi harakat qilish huquqiga ega bo'lganki, faqatgina diagonal bo'yicha yurish imkoniyatiga ega bo'lgan va faqatgina bitta katakka va undan keyin esa ikkita katakka va mana shu bilan cheklangan hisoblanadi. Bu qonun qoida shu paytgacha davom etganki, qachon ispaniyalik qirolicha Isabella degan shaxs bu shaxmatdagi fers figurasini eng kuchli figura qilishni buyurmagan paytgacha ham shunday davom etgan do'stlar va o'shandan keyin esa Isabellaning buyrug'idan keyin shaxmatda fers cheksiz imkoniyatga ega bo'lgan, ya'ni diagonal hamda vertikal yurish bo'yicha xohlagan katakkacha borishi imkoniyatiga ega bo'lgan. Mana shunday fakt. Biz esa keyingi faktga o'tamiz. Navbatdagi 6-faktimiz, ushbu faktimiz jahon chempionlik unvonini eng uzoq vaqt ushlab qolgan jahon chempioni to'g'risida ketadi. Ikkinchi jahon chempioni Emanuel Lasker ushbu unvonni eng uzoq vaqt davomida saqlab qolgan shaxmatchi hisoblanadi hozirgi paytgacha. Naqd 27 yil mobaynida ushbu unvonga ega bo'lgan Emanuel Lasker va hozirgi kungacha hech qaysi shaxmatchi bu darajada uzoq vaqt ushbu nomni saqlab qolmagan. U jahon chempionlik nomini 1894-yildan 1921-yilgacha ushlab turgan. Ushbu shaxmatchi to'g'risida, Emanuel Lasker to'g'risida kanalimda video bor. Agar u haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, hozir tepada silka chiqadi va o'sha silka bo'yicha o'tib, ushbu shaxmatchini avtobiografiyasi bilan tanishishingiz mumkin. Biz esa keyingi faktga o'tamiz. Navbatdagi faktni sizlarga gapirib o'tishdan oldin bir savolni bermoqchiman. Shaxmat doskasi, ya'ni ikkiga bukilib yopiladigan shaxmat doskasi qachon va nimaga o'ylab topilgan degan savolni sizlarga bermoqchiman. Javob berishingiz mumkin, nima ham hayron qoladigan joyi bor, nimasi qanaqa savol bu? Misol uchun qulaylik uchun o'ylab topilgan deyishingiz mumkin. Lekin sizlarga yo'q degan javobni berishga majburman, sababi uning ham o'ziga yarasha tarixi bor. 1125-yilda shaxmatda mana shunday hodisa ro'y bergan shaxmat olamida desak to'g'ri bo'lsa kerak. Cherkovda ishlaydigan bir ruhoniy bu narsani o'ylab topgan. Nimaga desangiz, cherkovda ruhoniylar uchun bu narsa shaxmat o'yini o'ynash uchun man qilingan va ular shaxmat doskasini ko'tarib yurisha olmagan, chunki ular u shaxmat doskasi oldin bukiladigan darajada bo'lmagan. Va ular shu narsani o'ylab topishga majbur bo'lishganki, xuddi shaxmat doskasini kitobga o'xshatib yasashgan, ya'ni ikkiga bukiladigan qilib va uning ichida shaxmat figuralari mavjud bo'ladi, hozirgi kunga o'xshagan holatda. Va ular shaxmat doskasini xuddi kitoblarning orasiga kitoblar singari qo'yib joylashtirishgan va payti kelganda yashirincha ular o'ynashga muvaffaq bo'lgan. Mana shunday gaplar do'stlar, ajoyib bir qiziqarli fakt o'ziga yarasha. Biz esa to'pimizdagi oxirgi fakt va bu fakt dunyodagi eng yosh jahon chempioni deb nomlanadi. Birinchi bo'lib 1985-yilda va rossiyalik shaxmatchi grossmeyster Garri Kasparov ushbu nomga erishishga muvaffaq bo'lgan. U o'zining 22 yoshi 210 kunligida jahon chempioni degan nomni qo'lga kiritgan va hozirgi kunga kelib eng yosh jahon chempioni degan nomni saqlab turibdi. Va tarix bo'yicha qaraydigan bo'lsak, shaxmatchilar o'rtasidagi jahon chempionlariga qaraydigan nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta Garri Kasparov yaqqol ajralib turadigan shaxmatchi hisoblanadi va hozirgi kunga kelib eng buyuk shaxmatchi degan nomni ham qo'lga kiritgan. Mana shunday gaplar do'stlar. Bizning shaxmat bo'yicha top faktlarimiz nihoyasiga yetdi do'stlar. O'ylaymanki sizlarga video yoqdi. Agar shunday bo'lsa, o'z laykingizni bosishni yodingizdan chiqarmang va albatta shaxmat kanaliga obuna bo'ling. Kelasi videolarni o'tkazib yubormaslik maqsadida. Men sizlar bilan hozircha xayrlashaman do'stlar. Kelasi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.